bek hayajonlanyapman. Haqiqiy muhabbatchilar bilan bir mashinada o'ltirib, sizlarning sirliq dunyolarni cho'nqur tushunib boqqanman. Siz xususiy razvedchiklar haqidagi Chotim televiziya teatrini ishlashga 5 yil qatnashibsiz. Menimcha siz ularni 5 qo'ldek bilasiz-ku deyman. Xususiy razvedchiklarning vaqti o'tdi. Hozir xususiy muhabbatchilarning zamoni. Muhabbatchining ketisi degan kino dag'dug'i ko'tarib yetadigan film bo'ladi. Men Shemi bilan Wilson degan televiziya programmasini bek yaxshi ko'ratdim. Uni amalda qoldirib Shopur, astra qaydan? Chechim cho'lib ketdi. Uning ismi Dasha guruhimizning a'zosi. Esimni qolmaydi. Qanday qilaman? Mening bir mush kamchiligim bor. Dashani obdan kuzatsangiz, tekshirishingizga foydasi bo'ladi. Oddiy turqi, uning ajallik quroli hisoblanadi. Ko'rdingizmi? Ko'rdim. Yo'l to'sab bulanchilik qilayotgan mashina qiladi. Parvardigor, siz mashhur amallik saqlovchilarning harakatini ko'rgan bo'ldingiz. Dasha harakat qilaylik. Bilaman, saqchiga ma'lum qilyapman. Nima? Biz mashhur amallik quvg'uvchilarning barmoqlarini so'zlamaydi, mushtimiz so'zlayalaydi. Dasha, menimcha yo'l to'g'ri dedi. Saqchilar kelgan allaqachon kechikkan bo'ldi. Qimirlashma! Uning chiroyiga qara. Qanday ekan? Parvardigor, bu bir qattiq ta'sir qilib ketdi. Yo'q, undaq emas, qoltis ko'rinib ketdi. Heliqi harakatlar, heliqidek botirliklar. Vel, qoltis keslar. U muhabbatchilarning qanday ishlaydiganligini oxiri bilibdi. Ko'rdingmi? Shunda. Rost Bobby Kinro ekan. Mayli. Güzel hem Batur Will Ironis goya osmondan tushgandekla paydo bo'lib, Los Angeles amallik qo'g'dash shirkatidagi chivar ham qovullardan tashkil topgan munavvarlar guruhisini boshlab, eng xatarlik amallik qo'g'dash vazifalarini kayni-kaynidan qalbli tamomlamoqda. Men faqat kompyuter ishlatmayman. Ko'zim yetishib ketadi. Kompyuter muhabbatchilar xizmatining muhim tarkibiy qismi. Mausni azroq ishlatsak-la kerakli axborotga erishgili bo'ladi. Qara, ma'vohiliq yo'l to'sab bo'lonchilik qilgan odam. Tashani etib etdi. U bir oy doktorxonada yotgandan keyin sotga yo'llanadi. Boshqa maqsadim yo'q. Aybga bormanglar. Agar mushkilansiz kompyuteringlarni muhabbatchining ketisi filmiga kirgizadigan ish bo'lsa, ssenariyni boshqadan yozishga to'g'ri keladi. Kay, buning qarg'a. Men Ma'vo ablahning tili daraqqa ilinib qopti. Parvardigor, bu yer shari kino shirkatining oldingi lideri Mak bilan keyingi lideri Petrgo. Qonun doktori, uning jasadi par-par bo'lib ketibdi debdi. Ichim ilishib ketdi. Rost ish ilishib ketgan. Bomba turistik darazni 50 fot egizlik uchirib yutibdi. Menga bu bek ta'sir qildi. Dehshat. Muhabbatchilar, men narsani ochdinglarmi? Kinori xanim, unutib qolg'ili tas qopdiman. Buningga qo'l qo'yib
Men odatda imzoga $20 haq olaman, ammo sizdan azroq olay. Men qo'l qo'yib bitding dedim. Bu bexatarlik kafolati talodi. Qo'l qo'yishni unutib qapsiz. Mana bu yerga. Oh. Nimandaq to'liq qo'l qo'yish bu? Men erkitinglarni ko'proq ko'rsam bo'ladi. Bizda patardi ikkisi bor. U ikki vazifa bor demakchi. Bexatarlikni tekshirish bilan bir mashinaga o'q o'tmas sistem o'rnatish vazifasi. Qiziqsangiz bilib berib ko'ring. Bek yaxshi bo'ldi. Biroq mashinada bomba bor yo'qligini tekshirib beqinglar. Kechiring, Mak. Ablah. Uni oxir tashlab etdik. U o'ldi. Onunğa omad tilayli. Heliqi bomba degan sol texnikim. Nima bo'ldi? Bugungi gezni ko'rdingizmi? Ko'rdim. Chiqib mashina yig'izgan tursam, albatta ko'rmanda. Qolgan pulni bering. Uning tilini yaxshi joyga qo'yibsan. O'ylab topgan ishini qara. Pulni bugunla olaman. Oho. Bo'lmasmikin? Bugungi kun tartibim baksich o'rlashtirildi. Vaqt chiqiring, unutib qolmang. 3 talabim bor. Naqd pul berasiz, o'zingiz kelasiz. 1 soatdan keyin ko'pik mayxonasining oldida ko'rishaylik. Agar o'zingiz kelmasangiz, jon qayg'usida qolasiz. Aniq oldingizmi? Kristaldek. Ha? Shundoq. Xuddi kristaldek suzuk anglandi. Kalla. Hey, nega? Men hozir Stevenning mashinasiga o'qti mudofaalash qurilmasi o'rnatmoqchi. Ehtimol sizning sinoqlaringizga foydasi bo'lib qolar. O 2 qatim meni tanlag'il asli qolgan. Shundaqmi? Qaysi rollanmoqchi edingiz? A planda xonimningmi? Undaqda ko'rish nisbati birinchi bo'ladi-da. Nadikini ko'rish nisbati ikkinchi. Ha, ras. Birinchisi Shimmet bilan Wilson. Kannel apanda hozirlik keladi. Mashinani o'ngshab oldinglarmi? Sinaydigan ishlar qoldi. Cho'qim rozi bo'ladi. Biz xizmatda bek astoydil. Sizdan bir gapni so'ray. Xatarga duch kelganda nima gap qilasiz? Gap qilmayman, ishlayman. Oh, yaxshi. Biroq hozir tekshiryapman. Kinodagi personajlar xatar oldida bir nima deydi-ku? Ularni ssenaristlar yozgan, real turmushda ssenariyning keragi yo'q. Ha, amis bo'pti. Men qarang. Agar sizni bog'lamoqchi bo'lsa, odam chiqarasiz, meni chaqirsangiz, nima deb to'laysiz? Men Bobby ularni joylab eting deyman. Oh, bek yaxshi. Ha, ya bo'lmasa ularni sizga topshirdim deyman. Bek bilan bo'ldi. Yoki bo'lmasa siz ularni bir taraf qilib eting deyman. Qaltis bo'ldi. Yaxshi bo'ldi. Rahmat. Yaraysiz. Ilgari men shunday o'ylagan. Ba'zida o'zaro shunday so'zlashib qolamiz. Men shunday ish qilsam, men Steven. Qadrligi. Aha, Bobby Kenroy. Ko'rishmaganimizga 2-3 yil bo'libdi. Siz faqat o'zgarmabsiz. Gapga ustkansiz. men Dasha deyapsiz. Sizni Kannel deymizmi yoki Kenel deymizmi? O'zimni tuta olmayman. Ishni obdan Ular qilsinlar. qaltisgan. Rahmat. Nima ishlarni qilib ketdinglar? Mundaq gap, mashinaning ayniki bilan ishkiga yepishqoqligi yuqur yilim surimiz. O'qni hargiz o'tkazmaydi. Sinab baqamsiz. Bu nima? Ayki 47 da. Chaqchaq qilyapsiz. Shuni deyman. Siz nurg'un ssenariy yozgan, harakatlik, qurolliq elishish, razvedka filmlari. Men ssenarist, margan emas. Yana kelib menga tasma bo'sliq kupaya. Nega? Boshla. Hammanglar quloqinglarni etib olinglar. Sapsaq turibdimi? Choqni unutibsizlar-da. Sizlar av mashinani ko'rganmi?
Köygen 5 minutdan aldıdılar. Men berip qarab baqay. Hajati yo'q. O ketdi. Ketdi. Hech yo'q taqiladi. Undaq bo'lsa, tushlik tamoq yeb kelaylik, bo'lamdi? Kechiring, Bobby. Aldıraş yozayotgan bir hikoyam bor edi. Men asarlarimni mashinada yozishga odatlangan. Bilime. Weber, bu yer bo'ladi ekan. Doim kelarsan. Bana topshiradigan narsangiz bor deyman. Oh, kechirgin. Sen bilan hamkorlashganimdan intayin xursandman. Nemaga aldiraysiz? Hech bo'lmaganda birdan o'ltiroq tijorat qilayotganda ko'rinaylik. Hey, rahmat. Qadrligim, bu Peter Silgo, kino studiyasining avvalgi lideri. Sertifikat olaylik. Keling. Hey, yo'q, tatmanglar. Keling. Foto aparatinglar bo'ladi ekan-ku. Ekranga ko'ray. Rahmat. Kechiringlar, obrazim bakmi qimmatlik. Obdan qo'g'dimsa ham qimmat tuvallab ketadi. Biroq sizlarga to'lam beray. 800 nomerlik telefon bersanglar, ular sizlarga Yer shahar shirkatining eng yangi filmlaridan birisining o'chirgasini avatib berdi. Ma'qulmi? Qani, shunday bo'lsin emisa. Xo'sh. Yuring. Rahmat. Ketaylik. Bo'ldi, Peter. Yana 500 ming bersangiz, avush ikisini mo o'ltirib etay. Peter, hay. Ben Will Ironis, esingizdami? Esimda, albatta esimda. Go'zalam Batur. Will Ironis. Shunda. Ko'rishganimdan xushalman. Yer shahar shirkatining oxirgi bir nima yulduzdagi jang degan filmning davomini ishlamdi. Jangga o'ra. Shu. Mushular yana o'ylashyapmiz. Uni bek astoydillik bilan tadqiq qilyapmiz. Kechiring, oldirayman. Rejissor bilan uchrashmoqchi edim. Sim kartoshkangiz bormi? Stil? Qadrligim. Lider bo'g'ingizni tabriklayman. Rahmat. Bek, obdan turibsiz. Bobby kinoy bo'ladi. Shundoq, bilaman. Elini gapingizni qilishyaptim. Shundaqmi? Albatta. Kelar yili yozda ishlanadigan jonbozlik filmiga toza mos kelasiz. Haras, vakolatchingiz meni izlasin. Uni yenim qavatdim. Rahmat, Peter. Ko'p rahmat. Tazliq uyida odam ko'pga saqlatib qo'ydim. Hech qisi yo'q. Men Hollywoodning jambozlik filmlarini ko'rishga amroq. Uning gapiga ishonma. U qip-qizil yolg'onchi. Vakolatchim uning necha qatim telefon qildi. U mening muhabbatchining Kitsi filmini oldi haqicha. Hey, xonimlar, ve. Biz ishxona qaytqach bu yerdan o'tib etib, Bobby Negining granamyotini ko'rib boqqandikin deb o'yladim. Bu bulanchilik. Joyinglarda qimirlamay turinglar. Atla, yo'qol. Yepuvchi bormi? Mashinasining nomer taxtasimi bo'lmasa, bir alayidligimi yo'q, kulrang mashina ekan, yil chekimi yo'q, ya bir belgisimi yo'q ekan. Hech nimasi yo'q, shonlashib ko'p vaqt ketadi. Bobby to'satli aytibdi, biz ko'rishga ulgurmadik. Hech tushunmadim. Bulanchiga shundoq muomala qilgani nimasi? Insonlarda hech nima qilmaganmidi?
Bir iş bor. Aşı maşından qaytqan chaqdagi ko'rinishi esimdan chiqmayotdi. Ras, bek tez. Yo'q, shoferning ustuligini deyman. Mashinani undaq chiroyli aylantiradigan odamlar bek oz. Birsi esenga kelyapti-da. Shundaqroq. Kechiringlar. Birsin izlaydim. Qo'ng'irchash, bo'yi munchilik. O yoqda. Bu bulanchini. Hay, To'rbin. Ne turash? Ne turash? Yo'lni bosh bosh. Ne turash? Ne bo'ldi? Bosh. Bosh, bosh. Ne turash? Hay. Tura. Ma'qul. Jemga deb qo'y, qaytirib berman. Yaqindan beri qo'lim qisqa bo'lib qoldi. Yana kelib asta degina. Jem deganingni tunmayman. Men qavoxxondagi ishim demoqchi. Qiliqsizlikni? Ha. Nemish qiliqsizlik qilasan? Men paxtabat miltiq atgan. Nemishqa? Ba'zida menga naq pul chekib berdi emasmi? Qo'ycha. Bo'ldi. Menday. Necha kunning oldida u meni yollab oldi. Shu qavoxonaga o'sha mashinani haydab kelibdi ekan. Ondan keyin ishlarning hammasini bilasan. Burun uni naq pul chekib dedingmi? U senga berdimi? Berdi. Mana. Sian Kaster. Jeff kino şirketi. Hemmiş oңuшлuk. O ham qizning sumkasi qarab baqaychu, men bakin bekli alaydi bu. Bu meşhur amallik saqlag'uchilar. Kay, men John. John. Hay. Sizga kerakli yipuchi chiqdi. Puxrach kengalardan bo'lishini xohlamsiz? Men ras pichoq, ras qurol bormi? Ma'qul, uxtim. Rahmat sizga. Man qara Kaster. Darhol ras gapni qil Kaster. Eyda, Sian Kaster mushi yedimi? Shikirda. Jeff kino şirketi. Ya. Bu hozir yo'q. To'xtanglar, hammanglar qulog'inglarni yetib olinglar. Nega? Siz qayerda? Mening yolg'iz harakat qilishimga ma'qul bo'lgandingiz-ku. Yolg'iz harakat qilyapsiz, Kay. Men klassik musiqalarni anglayapman. Nim bo'ldi? Kay? Herkes o'qitmaydi, sinab baxmamsiz. Bu nima? Ayki 47 da chiqchiq qilyapsiz. Parvardigorim. Nima qilmoqchisiz? Ish nima? Kino ishlayapsiz? Shundaq. Bizda chiroyli qamishiyatli bosh qahramon bor bo'ldi. Undaq bo'lsa,
Menda onun da notisi bor. Numeri 4732. Nima film ishlayotganligingizni menga yuvashlik bilan deb bering. Bo'lmasa ishingizni suvga chalashtirman. Men deganimni qilaman, Juma. Ma'qul. Bu kichkina bir film şirketi. Bilaman. Pərdə arqası qo'mondonlik qiluvchi kim? Bobby Kinroy. Bobby Kinroy dedingizmi? O film ishlovchi. Men uni buyrug'iga bo'ysunaman. O bilan kino film ishlab o'zini tashviq qilgandan hech qanday yomon yeri yo'q deb qarayotgan. Tekshirib sira qilish ishini shu o'tirib qo'ygan. Jonmazliq filmini mushundaq ishlaganda pulni tejigili bo'ladigan. U mushundaq qilishda o'zining kino sohasiga qaytishdagi birdan bir umid hisoblaydi ekan. Buni o'shida sizmi bor? Siz qachon keldingiz? Hozir keldim. Qarang, buni men ep ketdim. Yaxshi qilibsiz, Kay. Rasmi? Ras. Mukofotlig'im bo'lsin. Bobby'ning ishini Velga kim aytadi? Siz? Tasha ism. Heliqi ishki sayohatchi tatibdi. Ishki kalva bog'chida yarim kun o'ynabdi-da. Toza o'tdimi lekin. To'xta. Ma'u kim? Uni tanıyman. Bu ayol menga tonish. Eliq artist ayol emasmi? Nomussiz birnimi ekan? O'zini Charles'dan Paris demdikan. Bobby Kinroymi? Shundaq dal o'zi. Yenidagi odam telekamera ko'tiryapti. Meni filmga ilvaga o'xshamamdi. Amiz chataq bo'pti. Siz bilan Weberni tatib olgan bo'lmasa yana. Ma'qul. Uning bilan hozirlik ko'rishib, lentini ep kelgin. Birisimi qolmasin. Onunğa qattiq vositalarni qo'llanishim mumkin. Bo'lmasa hamkorlashmaslikka turganligi. Qanday qilishingdan karim yo'q. Ep kelsangli bo'ldi. Bobby bizdan foydalanib film ishlabdi. Kesib ayta olamsiz? Bobby ashundoq paskachmidi? Negi bilan Kay o'z ko'zi bilan ko'ribdi. U bizga degan bo'lsa yordam qilmasmidi? Shundaqmi? Bir eg'iz so'z yo'q. U boshdan oxir bizni aldab keldi. Unaga siz ma'qul bo'lgan. Buni o'zingiz hal qiling. Siz hamma tarafga o't yetishga amroq. Bobby, men narsa kerak setib olman demay siz bilan so'zlashman. Mayli. Nima to'g'riliq? Bobby, mashinaga chiq. Meni qutqizinglar. Men Siz qayerda operator apandi? Bo'pti, sizlar bilan yana bir qitim o'ynay. Bu oxirgi qitimlik bo'lsin. Onu yoldan çıkarıver. Nima bo'ldi ki? Bag'an sira astlab ketyapti. Shundoqla is qo'llagan bor.
filmini bir sürüp ilişse andın yengili buladı. Anlap dur. Koralını taşlap tutkunu koyup be. O meşhur amallık qoğduğucu etrafta yana adamları buluşu mümkün. Rastaysan, çoğun koşan hazırlı yetip geliyordu. Onu koyup be. Sen aprat kıçıştın. Will, men sizga bir işin dey. Ağzınızı yumun. Sizler zaten hem kımakçı. Bakıl dem sizler yok. O bizni lentik elib aldı o deyme. Mayli. Perverdigar, rastaklı çıkıptı o. Ailesinin algı lentisini işleşken başındaki rol alsınız. Katta rejisörlerinin çoğun kinolarga rolunu kaltısı yaş aldığına Mening kino işlayotganimni bilipsiz-da. Albatta, biz degan meşhur muhafizatchilar tursak bilmaydigan ishimiz yo'q. Atrofga bir muncha telekameralarning turib qo'yganligini bilamiz. Yana mau yolg'on topanchami bor? Oh, Parvardigar, mau rost topancha ekan u. Will, ularmu ras. Men ularni yollamadim. Sizga deb beray, Kay studiyalarning hammasini tekshiribdi. Hech qaysining muhofizatchining ketisi degan filmni ishlash plani yo'q ekan. Men yolg'on deb qo'ygan. Kechiring. Menga nafratlansangizmi xafa bo'lmayman. Mendan nafratlanmassiz? Bo'ldi-da. Siz Bobby Kinroy bo'lgandan keyin Chemit bilan Vinson shuhrat qozongan holatdimi? Meni oldimizsangiz bo'ladi. Men o'zimning cho'lponliq dunyorimda yashayverib, nishondan atishib qoldim. Biroq Will, men aran 35 yosh, yo'q. 37 yosh. Ammo mening ilhomim urg'ib turdi. O'zingizni qiynama, bu faqat vaqtliq. Tuvanga tushish xuddi poychiki bozoridek. Bu sizning muvaffaqiyat yo'lingizdagi kichkina o'ngsizlik. Sizning qaytishan sharaf qazanishingizga ishonaman. Kay, tapdingizmi? Bilamsiz, faqat Los Angeles shahrida mo'shundaq mashinadan 25 ming ekan. Ularni qatar tuzsa, Las Vegas picha tutishadi ekan. Tizib nega bordingiz? Pastorgacha. Ashu banditlarning nima izlaganligini bilsak yaxshi bo'ladi. Bobby bilishi mumkin. Bobby suratga olgan narsalarni ko'rib baqsaq, yepuchi chiqib qolar. Andaqda men izdimisam bo'lamdi? Yo'q. Cho'pjon ikki bir qizdan qo'rqib qochdinglarmi? Bundaq ish kinolarda mushurmaydi. Gapimni anglang. Bu behmi sirliq bir ish bo'ldi. U kaynidan yordamchilar kelayotgandek, butun jarayonni suratga olib turayotgandek bilindi. Men teniga bundaq asa yiqilashga odamni ko'rib baqmagan, qo'qqinidan tupanchimi tushib ketdi. Sen boshqa birisini deb olsang bo'g'idek. Omating borkan, mening Bobbyni tutadigan yaxshi amalim bor. Tanyal apanda hozirlik keladi. Mashinani o'xshab qoldinglarmi? Sinaydigan ishli qoldi. Sizlar qanday qaraysizlar? Bilmayman. Buning film ishligidek qimmat qolmadi. Bobby Kinroy. Bobby, qadrligim, men Peter. Peter, bu sizmi? Yaxshimisiz? Yaqindan buyon omad kelishga boshladi. Mangami? Yo'q, menga. Chunki men meyxonasini uchratdim emasmi? Anglab turing. Yer shari kino shirkati yangi filmdagi jonbaz ayolning roliga birisini tanlamoqchi. Undaqda birasini tanlagansizlar? Dero Joliya, Kamirilla o'zini cho'ng tutib yurgani bilan buningga ancha mos kelmaydi ekan. Shunga men boshqalarga o'xshamaydigan raqini topay degan. Avaylang apandi. Ular mening do'stlarim. Hammasilar usta artistlar. Albatta, biroq o'zingizga savol qo'yib beqing. Amerika jamoatchiligi uzundan beri Bobby Kinroyni ko'midimi, qandaq? Shundaq, maqsadingizni tushundim. Yaqindan buyon xayr-saxovat faoliyatim ko'payib ketib, ekranga kamdan-kam chiqyapman. Shundaq. Shunga studiyamizga darhol bir kelib ketsangiz, lentaga ep ko'rib baqsam, esingizda bo'lsin, hech kimga aytmang. Hozircha sir tutmoqchimiz. Xotirjam bo'ling, gapingizni anglayman. Ma'qul emsa, adresini tutib oling.
Bo'ladi. Yaxshi. Biroq men hozir kinodagi personajlarning xatarga yo'liqqanda nima deyish kerakligini tekshirib sinavatdim. Hay Bobby. Ularni ssenaristlar Nima bo'ldi? Yo'ltirishda ssenariyaning nima hojati? O'zingizning ekrandagi obrazingizni ko'rishga jur'at qilmaydigan artist emasdirsiz. Yo'q. Ver. Mashinamdan bir narsani og'ilib chiqmoqchi edim. Bilib chiqasizmi? Menmi chiqay? Yo'q, bo'ldi. Hojat yo'q. Bunchalik ishqa bola boqqichining keragi yo'q. Jinoyatchi jinoyat o'tkazgan maydonga qaytib bormaydiganligini hamma odam biladi. Do'stim, siz hal qilib yeting deyman. Mashinaga chiqaylik. Nima bo'ldi, Bobby? Peter menga telefon beribdi. U meni jonbaz ayolning roliga chiqqan da'vatida. Parvardigor, qaltis gap bu. Bo'ldi-da, baldir xushal bo'lib ketmaydi. O'sha rolga chiqqingiz bormi? Ehtimol bir necha ayollar bir-birini o'ldirib yuradigan kinoda shu. Nima qari? Bu obdan fursatchimi? Meni hech nima to'sayolmaydi. Shuni bilgim keladi. Televizorni ko'raverib, uningdan nimani topa olasizlar? Qoldirmang Dasha. Kay iniqlay deb qoldi. To'xtanglar. Mana shu yerda. Keyingi ko'rinishda Peter Stilba, u yer shari kino shirkatining yangi lideri. U bu yerda tomoq yesi bo'lmasmidi? Uning endiki odam kim? Uni men tunayman. Sony Weber, kasbiy qotil. Bobby uning oldida turibdi. U cho'qim bir nimani ko'rdi. Berib so'rab baqay. Bir nimani bayqig'il bo'lmaydi deb kim aytdi? Chataq chiqibdi. Bu yer studiyaga o'xshamaydi ekan-ku. Vel. Nurg'un kinolar sklad ichida filmga ilingan. Voy. Telefon berdiğanga vaqt yo'q. Biz katta cho'lpani film qilisini qilmoqchi. Azimi bir ba'zilar bet unut qaqkin. Vaqtda hargiz boshqa yotmayman. Sizlar chiqqanda men agishib olman. Keyninglarda boshqa odam yo'q ekan. Uning yanfonining o'rnini topdinglarmi? Telefon itikkan tapqilib olmadi. Story'dagi tunishlarimdan so'rasam, Stelni yo'q dedi. Uning nima ketganini hech kim bilmaydi ekan. Balkim hammasi aldamchilikdir. Sizlar Stelni tanimsizlar. Bobby g'alati ayol ekan. Biroq sinalg'idan qaraganda Bobby Stelning qotillik pul berayotganligini tatib olgan. Yana kelib uning xo'jayini boshqa tarafidan vahshiyona o'ldirilganiga aran 2 kun bo'ldi-da. To'g'ri kelib qolgandi. To'xtanglar, nima ishlig'ini o'qdim. Ularning nishoni Bobby emas. Ammoqchi bo'g'ini mushu sinalg'on lentisi. To'g'ri dedingiz. Jeff kino shirkati bu sinalg'i lentisining ularning yo'qligini bilsa, qanday bo'ladi? Biz darhol boraylik, ular sezmay qolsin. Vel. Mahoratingizni ko'rsatadigan chaq keldi. Siz aldadi meni. Men kayningizdan mangay. Mening o'zlashtirish iqtidorim nayt yuqori. Bobby, avrasda panchijoq. Somkangizdan oqibatini unutib qolmang. Somkadan ayrilish kichik ish. Jiningizdan ayrilsangiz chatoq. Mushunda qilib tugishamdimi? Endi shon sharaf quchamaymanmi? Men umidsizlardan emas, undaq demayman. Yaxshi-ku. Amiz qanday qilamiz? Bir agishib opdim. Yo'q. Yaxshi, emas yaxshi. Mashinadan tushinglar. Sen endi meni oldiga jo'nma.
Bu aşırı etkenlik bo'lmasmi? Undaq bo'lmaydi. Bu bək təs xizmət. Daşa, özüm yalğız tamamlayıcı. Sizni tirab qilib eting, do'stim. Men ondan obdara so'zlayalayman. Kesib aytalaymanki, qavaxana mushu sinalg'u lentisi bor. Yani sizgo, siz meni xizmetimde quruq qo'ymoqchi bu. Quruq gapni qo'y, ular qayerda? Ular deganingiz kim? Vel Eronis bilan sening xo'jayining Bobby Kenroy. Ular. Hey! Qanday qoldi? Yaxshi emas. Men boshdan oxir ko'rib chiqdim. Sizning qavaxondagi ko'rinishingizni topolmadim. Amisi bo'pti. Ularni olib chiqib birga apag'in. Men so'zlashsam, topqili bo'ladi. O'zim manaman. Che. Senmi? Mana tushdim. Rost bilmayman. Atagandan beri xabarini ololmayapman. Bu nima? Sinaliq lentisi? Yo'q, naq maydon ko'rinishi telekameralik mashin tortib o'tadi. Telekameralik mashina qayerda? Colorado ko'chasidagi ko'rikda. Bu yerga 3 chaqirim keladi. Uni o'ldiramsan, sinalg'u lentisining nerdligini topamaganligi uchun bu. Sizlar bek so'ravan kelsizlar. Yordamchim aniq ifodalanmagan o'xshaydi. Har ishkin o'ylasam. Hikoyaning yeshimi mushu. Bu gapcha Canbaz ayolning roliga chiqmaydi ekan-menda. O'zingning allaqachon vaqti o'tgan bir nima ekanligingni rost bilmabsan. Agar men modadan qolgan cho'lpon haqida kino ishlaydigan bo'lsam-mo, sana rol og'izmasman, ha? Menga qara, bek oshirib etdingmi nima? Ha, ancha eshib ketmadi. Boshlaylik. To'xtanglar. Vel, esimda turibdi. Siz menga ko'nglingizdagini ochiq ifodalamang. Buning bilan o'zingizning san'at ishlaringizga ta'sir etkazib qo'ysiz degan. Endi menga baribir hammani deyman. Sen kalva. Azaldili döt bir nima. Sen tushlik tomoq bo'yitishni bilmaydigan to'mpay. Qahva ichishni bilmaysan-ku deyman. Hey. Nim bo'ldi? Dardish. Qo'lingni qonga bo'yashdan qo'rqdingmi? Odam o'ldirishga boshqalarni yollaysan-ku. Nim bo'ldi? Atmabsan. Qani, atmabsan. Jur'ating qani? Qani kela. Jur'at. Ata, atmabsan. Seni saqlayapman. Ata. Bobby, herardigar, nima ish bo'lib ketdi? Yo'qol. Yo'qolash. Hamman kayniga yot. Kayniga yinish. Bo'ldi. Shu yerda turish. Qur'onni tashla. To'xtang. Men bir ishni tushundim. Odam o'ldirish unda oson emas ekan. Mening sizdan bunday jur'at yo'q. Shundaqmi? Man qarang. Meni siz ojiz nimikan deb qolmang. Men universitetda mushtish baqqan. Men tek tapancha atqan. Parvardigorim. Bobby ansur qurbon berdi. Vel, qani yo'q ekan-ku.
Men rolni qamlashtirib olgandiman. A? Bu men uchun eng faxrli rol elish bo'ldi. Bilamsiz, Vil. Oskar mukofotiga yurish qilish fursatim bor ekan. Bayqi ko'rish film e'longan bo'lgan, iloyim. Bo'ldi, askilar tutildi. Sen keçib ketmaysan. Ablah. To'xtat! 5 minut aramalayli. Kino reyxanim. Jonbozlik film cho'lpini bo'lish chapalik ishga. Biroq energiyalik badan upsi bo'lsa, ta'limaysiz. Badaningiz siliq ham salqin turadi. To'xtat! Mushuni ishlatayli. Qaltis bo'ldi. Qaltis bo'ldi, ha? Hay, To'xtang. Rahmat. Bobby. Qaltis bo'ldi. Sizdan Yaxshimisiz? chiqmaydiganligiga ishonaman. Hey, kasbda muvaffaqiyat qozonganligingizni tabriklayman. Men hozir tor orqali badan opsi setib olmoqchi. Oh, rahmat. Uni chet eldagi do'stlarning yoqtirishini umid qilardim. Hey. Bu Bobby'ga avatilibdi. Tekshirilganmikan? Shundoq. Portlamaydi. Biroq yana tekshirdik. To'g'ri. Kino ssenariysi ekan. Skott bilan qotil. Qotil va uning ishti haqidagi real voqea. Yozuvchi Sony Weber. Stilni o'ltirgan qotil turmadan avatgan o'xshaydi. Qiziq qo'yilibdi. O'qib boqay.